Uyg'ur elidagi qirg'inchilikda Uyg'urlarga xos madaniyat va milliy kimlik iznolari eng zo'r darajada yo'qotish obyekti qilingan bo'lib, buningda bakmo ro'shan aks etgan bir soha yer-joy nomlaridagi o'zgartirish qilinishi hisoblandi. Buningda Xitoy tarix nomlaridagi xitoychilashtirilgan yer-joy nomlarining asliga keltirilishi bo'lsa, buningdagi siyosiy g'arazni vositalik holda ko'rsatib berdi deb qaralmoqda. 2024 yılı iyunda Kişilik Hukukni Kuzatish Tashkiloti va Uyg'ur Yer fondi o'rtaq holda ishlab chiqqan dokument Uyg'ur elidagi 600 dan ortiq yezi qishloq nomlarining 2009 yildan 2023 yilgacha bo'lgan oralikda sun'iy holda o'zgartirilganligini ratlab chiqdi. Shundaqla o'z navbatida har soha kishilari orasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Mazkur dokladning avtorlaridan biri bo'lgan Abduvali Ayub bu vaqtda qilgan so'zida Xitoy hukumatı mushu orqali Uyg'urlarning tarix haqidagi aslimlarini o'chirishni istamoqda. Chunki bu nomlar Uyg'urlarga ularning kimligi va tarixini eslatadi degan edi. Albuki bu xil tarixni unutuldirish urinishi Xitoy hukumatining texmo zo'r ko'lamdagi ma'muriy birliklarni o'zgartirish qilmishida Xitoyning tarixini eslatish shaklida davom qilganligi ma'lum. Buning eng tipik misollaridan biri Uyg'ur elidagi Qumul va Turpan viloyatlarining bekor qilinib, ularni viloyat darajalik shahar sistemasiga o'zgartirishda uchraydi. Xitoy hukumatining bu vaqtdagi uqtirishida ko'rsatilishicha, 2015 yil aprelda Xitoy markaziy hukumatining tasdiqi bo'yicha Turpan viloyati bekor qilinib, uning o'rniga viloyat darajalik Turpan shahri dastilgan. Asldagi nahiya darajalik Turpan shahri bo'lsa, Idiqut, ya'ni Gavchang rayoni nomidagi rayonga o'zgartirilib, Turpan shaharlik hukumat o'rnashgan makon bo'lgan. Bu hol Qumul viloyatining bekor qilinish musofasidami aynan takrorlangan. Xitoy markaziy hukumatining bu vaqtga uqtirishida ko'rsatilishicha, 2016 yili Qumul viloyati va Qumul shahri bekor qilinganda, viloyatning o'rniga viloyat darajalik Qumul shahri dastilgan. Aslidagi nahiya darajalik Qumul shahrining nomi Everg'ol, ya'ni Yiju rayoniga o'zgartirilgan va shaharlik hukumatning turishlik o'rni qilib bekitilgan. Tarixiy ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Gavchang va Yiju nomlari Xitoyning Suy va Tang davrlariga mansub salnomalarda, bo'libmi Tang imperiyasining O'rta Osiyoga kengayish urinishi yuqori pallaga chiqqan mezgillarda hozirgi Turpan va Qumul rayonini ko'rsatadigan Xitoycha nomlar bo'lgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda, Uyg'ur kishilik huquq qurilishining xodimlaridan doktor Henry Shajeviski buning Xinjiang azaldan Xitoyning ayrilmas bir qismi degan mazmundagi nazariya bilan bo'lgan ba'zi bog'lanishini alohida eskartadi. Yeah, it's the move that colonialists make. Yeah. I think that naming, geography and toponyms are about telling cartography and map making. Shunda bu jahongirlik har qachon qilingan ishlar jumlasidan bor. Chunki yer nomlari har qachon jug'rofiya va xaritachilik bilan chambarchas bog'lanib ketgan bo'ladi. Ammo biz da'vatgan bu hadislar bir taraflama reallikni aks ettirdi. Bundaqcha aytganda, buningda yer nomlarini unutuldirish xohishi mavjud. Chunki buningda kishilar barbara o'zlari yashayotgan joyning aslidagi yer nomi nima ekanligini tadrijiy unutib ketadi. Buni uzun mezgillik ta'sirini o'ylashganda shubhisizki, u jahongirlikning zamin ishg'oliyatini normallashtirish va tabiiy ahvol qilib ko'rsatish rolini o'ynaydi. Agar Xitoy akademiklari bu xildagi yer nomlarini Xitoycha yer nomlariga aylantirgan bo'lsa, bu holda Xitoyni ashu yerni egiz qilib ko'rsatishdan boshqa rol olmaydi. Masalan, Shiyu degan so'z g'arbiyot degan ma'noda bo'lib, jahongirlik mazmunidagi Xinjiang, ya'ni yangi chegara degan so'zdan butunlay farq qildi. Bu xil nom o'zgartishi bu joylarning Xitoy bilan bo'lgan tarixiy bog'lanishini da'vo qildi. Shunga buningda ikki xil hodisa mavjud. Biri tarix da'vosi, yana biri jahongirlik ishg'oliyati ostidagi asli kimlikni o'chirish urinishi. So there's two things happening. It's that historical claim, but it's also the erasure that comes with colonial occupation. Ammo Xitoy hukumati ro'yobga chiqargan munosabatli inglizcha torbatlarda Uyg'urcha shakldagi Ediqut yoki Everg'ol nomlari emas, aksicha Gavchang va Yiju nomlarining qo'llanilishi buningdagi maqsadning Xitoycha nomlarni umumlashtirish ekanligidan vositalik holda bishorat berdi. Bu nuqtani mustaqil siyosiy analizchi Ilshod Hasan alohida eskartdi. Uningdanki bu yerda mancha bo'libmi Turpan bilan Qumulning kelgan vaqtida yana birisi Turpan. Buni hozirgacha xalqaro xaritalarga qaraydigan bo'lsak, Turpan deb yozildi. Inglizchadimi Turpan deb yozildi. Tulufan deb yozmaydi. Qumulnimi Qumul deb yozdi. Qadimiy ism bilan. Endi buni Turpanni Gavchang degandan keyin bu Turpan degan ma'vu an'anaviy Uyg'ur ism yo'qab, boshqacha bir Xitoycha ism qo'yilib minyapti.
Qo'milninkimi Yivu Ubu deb uni Arturikninki Xitoylashgan ismini ishiltish, qo'milni yo'qotish. Menda degan vaqtida Xitoy planlab bir jihatdan Uyg'ur amaldorlarni mayli o Xitoyga ishlaydigini bo'lsin, ammo bularni yo'qotish, uningdan keyin bu tarixdagi an'anaviy ismlarni so'zlashtirib, unutuldirish, uningdan keyin uning o'rniga Xitoycha ismlarni qo'yish, shu orqali buni kuchaytirib menish. Xitoy hukumatining Uyg'ur elidagi hukmronlik usuli 1955-yili Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni nomida qurilgan siyosiy gavdini asos qilgan holda davom qilib kelgan bo'lib, avtonomiya nomida oblast, nahiya va yez ta'sis qilish izchil turda bo'lib idora qilishning zamonaviy shakllari deb qaralib kelgan. Xitoy qonunlarida ko'rsatilishicha, Xitoyning ma'muriy birliklari 3 darajaga ayrilsa-mu, Uyg'ur elida avtonom rayon, viloyat, nahiya va bozorliq 4 darajada hukumat vazifasini ado qilib kelayotganligi ma'lum. Halbuki bu vaqtdagi uchurlar bu xildagi viloyatlarni bekor qilishning izchil davomlashib kelganligini, shuningdek bundan keyinmi davom qiladiganligini ishora qiladi. 2001 yili 6 oktyabrda Xitoy markaziy hukumati uqtirish chiqarib, Ili viloyatini amaldan qoldirgan hamda viloyatga qarashli barliq ma'muriy birliklarni Ili Qozoq avtonom oblastiga o'tkazib bergan. Bu ahvol Qumul va Turpan viloyatlarini amaldan qoldirib, ularning o'rniga viloyat darajalik shahar ta'sis qilgandimi aynan takrorlangan. Mustaqil siyosiy analizchi Elshad Hasanning qarashicha, bu xildagi ma'muriy birliklarni ixchamlash amaliyotda bir yoqdan Uyg'urlarga berilgan huquqni ojiz etish rolini o'ynasa, yana bir yoqdan asldilla qarindoshlik an'anasiga ega bo'lgan Uyg'ur va Qozoq qatorliq millatlar orasida sun'iy holda dushmanlik paydo qiladi. Ili oblastni hamda Qozoq avtonom oblast bo'lgandan keyin buningda hamda Qozoq qarindoshlarimiz asosiy rahbar bo'lsa, O'lji viloyatiga kelgan vaqtida Uyg'urlar asosi o'qashqa viloyatning valisi ko'pincha ahvolda Uyg'ur, undan keyin bu yerda Uyg'ur kadrlar aytdi jiqdi. Uyg'ur viloyatini yo'qotdi. Mushu o'ttir qismdagi Uyg'ur kadrlarni hammani yo'qotish, xizmatchilarni. Mana degan vaqtida yana bir shu Uyg'ur bilan qozoqlarni qasddan bir xil urush qilish. Bu huquq yo'qolgandan keyin manfaat yo'qaydi. Shuni bilan bular bir-birsiga o Xitoydan ko'may Uyg'ur Qozoqdan, Qozoq Uyg'urdan ko'rib bir-birisining orasidagi ziddiyat. Hamda hozir bu Turpanninkidimi maqsad nima desang, viloyatni yo'qotish orqali Uyg'urning bu yerdagi viloyatdagi bu darajalik amaldorlarni, idoralarni hammani yo'qotib, shahar bo'lgandan keyin buningga Xitoyni asos qilish, shuni bilan bu yerda Uyg'urlarningki huquq andimunda hamdi mayli yag'andim bo'lsin-mi? Buni bütün yo'qdi shu. Qumulningmi naq o'xshash. Qumulda viloyatni yo'qotgandan keyinlar shaharda yag'andan bir Uyg'ur qoladi, shahar boshlig'i qag'namiz Xitoy bo'ladi. Shunga mayada mana degan vaqtida Uyg'urlarningki andimunda bo'lsin-mi, qag'an avtonomiya yoki mushunda degandek viloyatki bu darajani hammani yo'qotib Xitoylashtirishninki yana bir usuli. Xitoy hukumati e'lon qilgan uqtirishlardan Tangritog to'rining xabarida aytilishicha, 2015-yili aprelda Xitoy markaziy hukumati Turpan viloyatini bekor qilganda, buning osonlikcha ishga oshmaganligini ta'kidlagan. Xabarda aytilishicha, viloyat darajalik shahar ta'sis qilishning bir muhim sharti dehqonchilikdan xoli bo'lgan shahar nufusining soni 250 mingdan yuqori bo'lish hisoblandi. Shundaqla shu shaharning yillik milliy ishlab chiqarish umumiy qiymati 3 milliard so'mdan yuqori bo'lishi, buning 80%ning ko'pragi jazman sanoatdan kelgan bo'lishi lozim. Bu hol cho'ng jihatdan olganda, dal Xitoy hukumati 2020-yildan buyon zo'r kuch bilan ijro qilayotgan Janubiy Xinjiang rayonining nufusini a'zolashtirish nomidagi Xitoy nufusini yetkash orqali Qorim vodisidagi Uyg'ur nufusini nufus qurilmasida osonlik o'ringa tushirib qo'yish. Shu orqali Uyg'urlar ustidan mutlaq hukmronlikni amalga oshirish urinishi bilan parallel chiqadi. Ya'ni mundaqcha aytganda, yangidan tashkillangan shaharlarni shahar bo'lish talabiga yetkazish uchun bu joydagi dehqonchilik bilan aloqasi bo'lmagan nufus sonini o'lchamga yetkazish. Bu joylarda sanoat bazasi qurish lozim bo'ladi. Buni tez suratda amalga oshiradigan birdan-bir chora bo'lsa, ishkirdan zo'r sonda Xitoy nufusini ko'chirishdir. Xitoy hukumatining Qorim vodisidagi har qaysi viloyatlarga Xitoy nufusini ko'chirish harakati haqida so'z bo'lganda, lagershunos olimlardan doktor Adaryan Zenis buning mohiyatda o'ltiraqlashish mustamlikachilikka shakldagi hukmronlik ekanligini ta'kidlaydi. Yes, we have a strategy of settler colonization akin to what we saw in the 1950s. In 1949,
Han Chinese population shares in Xinjiang were very low. Ultrafleş müstemlikçiliği deyilgan bir strategiya mevcut. Çünkü biz 1950 yıllardaki vaziyetga nazar salsak, 1949 yılı Xinjiangdagi Xitoy nüfusunun nəhayət tövrənligini, yəni bir neçə %% ekanligini bayqaymiz. Çünki o vaqtda bu rayonda Uyg'urlar va boshqa millatlar hukmron o'rindaydi. 50 ve 60 yıllarda Xitoy hukumati ultrafleş müstemlikçiliğini icra qiluvchi kuchlarni, ya'ni Xinjiang ishlab chiqarish qurilish punktining paydo qildi. 2015 yıldan keyin bo'lsa, ushtum tutib boshlangan yoshilin taraqqiyot strategiyasi o'ttirg'i chiqdi. Buning bilan Xinjiangda nüfusi bu joyda bo'lmagan g'oyat zo'r sondagi aholi boshqa joydan ko'chib kelishga boshlandi. 2015 yildan 2018 yilgacha bo'lgan oralikda oz degandimi 2 million nüfus Xinjiangga ko'chirildi. Bu xil ko'chib kelgan Xitoy nüfusi yuqori maosh, yaxshi xizmat, bekorlik uyi degandek farovonlik choralarining qiziqtirish bilan ko'chirib kelganlardir. By promises of high salaries, good jobs and free housing. Aloqador materiallarda ko'rsatilishicha, hozir Xitoy hukumatining ro'yxatida jami 7 viloyat saqlanib qolgan bo'lib, Uyg'ur elidagi Oqsu, Qashqar va Xotanni o'z ichiga olgan holda, bu xil viloyatlar Tibet va Xeylongjang o'lkasidan boshqa joylarda mavjud emas. Holbuki Uyg'ur elidagi ma'muriy birliklarga ro'baro holda mavjud bo'layotgan eng zo'r raqib kuch dal Uyg'ur elidagi o'ltiraqlashish mustamlikchiligini ijro qiluvchi Bingtuan sistemasi bo'lib hisoblanadi. Xitoy hukumati yillardan buyon ta'kidlayotgan oshkora tadbirlardan biri yangi davrdagi Xinjiangni idora qilish strategiyasining muhim mazmunlaridan bo'lgan Bingtuan bilan yerlikni qo'shib o'tish bo'lib kelmoqda. Uyg'ur elida yaqinqi mezgillarda orqa-marqadan qurilgan sun'iy shaharlar va nohiylar birdak Bingtuanning boshqarish doirasida bo'lib, mohiyatda Bingtuanning amaliy quvvatini oshiradi. Elchot Hasanning qarashicha, viloyatlarning qisqartirilib yo'qotilishi yana bir yoqdan Uyg'ur elidagi avtonomiyani asos qilgan huquq taqsimotini parchalab, eng oxirida Xinjiang Uyg'ur avtonom rayoni nomidagi ma'muriy birlik sistemasini Bingtuanning bevosita boshqarishiga o'tkazib berishga yo'l ochadi. Chunki viloyatlarning darajasi tushib shaharga aylandi deganlik keyingi qadamda avtonom oblastlarning yo'qilishidan derak beradi. Bular aldı bilan Bingtuan shaharlarini quryapti. Hozir birimiz 10 dan ish bo'ldi Bingtuanning shaharlari. Bu shaharlarga hammasiga Xitoy o'z oldiga ism qo'ydi. Bingtuanni uningdan keyin bu shahar bilan birlashtirsa, Bingdironghe degan bilan, Bingtuan bilan yerlik hukumatlarni birlashtirish. Uningki Xitoyninki mutlaq bu yerda hokimiyatni, huquqni hammani ilish qo'liga o'z oldiga qaror chiqarish. Shu orqali mana degan vaqtida nomidagi avtonomiyani ostin ustin qilib, eng oxirsida shu avtonomiyani yo'qotishninki bir oldin boshlanishi deb qarayman. Shu plan bo'yicha mengyapti. Shuningga bu Bingtuanni kuchaytirish vaqti kelgan vaqtida Bingtuanning nüfusi oshgan vaqtida bu Uyg'ur avtonom rayon degan bilan bu yer Bingtuan Xitoylar jiqtirsa nima uchun Uyg'ur avtonom rayon bo'ldi desa, o vaqtida o'ziga o'zi bir kuchli isbot ko'rsatgan bo'ldi. Shuning bilan bu avtonomiya degan, Uyg'ur avtonomiya degan bu bo'lmaydi-ki, bu yerda Uyg'urlar osonlik millat tursa, o'zini ziminidimi? Xitoylar ko'p sonni egallagan tursa, qanday deydi, shuni bilan o'lkaga almashtirdi. Balki hatto 3 o'lka qilishmi, shuningdan boshlanishi mumkin. Shuningga bu Bingdironghe eng oxirgi kelgan vaqtida shu avtonomiyani yo'qotish. Növbətdə Uyğur elidəki vilayətlərdən Aqsu, Qashqar və Xotan vilayətləri keyinki qədəmdə şəhərə aylandırışның obyekti edib qaralayotgan olub, bu xildəki məmuri dərəcəsini tövəltiş çarəsi Xitay hökumətinin təşviqatlarında birdə tərəqqiyat deyə təriflənib kelməkdə.